Do'konimizdagi mahsulotlarni boshqarishimiz uchun bizga katalog kerak bo'ladi. Katalogga kirganimizdan so'ng biz tovarlarni qo'shish imkoniyatimiz bo'ladi. Qo'shuv belgisiga bosadigan bo'lsak, biz shu yer o'zida tovar, xizmat yaratish imkoniyatimiz bor. Tovarga o'tadigan bo'lsak, biz har bir mahsulotni, sanog'ini va nechta qolganligini bilmoqchi bo'lsak, biz yangi tovar qo'shamiz. Agar umumiy sanog'i emas, summasi bo'yicha ishlamoqchi bo'lsak, xizmat turini qo'shamiz. Bu yerda qoldiqlarsiz mahsulot qo'shish imkoniyati bor. Misol hisobida biz test deb nomladik. Artikul va barkodni yaratish imkoniyatini qilamiz. Undan tashqari o'lchov birliklarini o'zgartirish imkoniyatimiz ham bor va narxlari. Bizning holatimizda kelish narxi va sotuv narxini kiritamiz. Va savdo paytida biz erkin narxi yoqib qo'yishimiz kerak, xohlagan narxga kelishgan narximizga sotishimiz uchun. Undan so'ng saqlashni bosadigan bo'lsak, bizda yangi mahsulot paydo bo'ladi. Sanog'i yo'q, lekin sotishimiz mumkin bo'lgan mahsulot. Endi sanog'i bor mahsulot tovarni qo'shmoqchi bo'lsak, bizda shu yer o'zida yozishimiz kerak. Masalan, futbolka. Artikul yaratdik, barkod yaratish qildik, o'lchov birligi donada yoki kiloligini yozdik. Undan tashqari narxlarini kiritamiz. Masalan, 15 ming so'm kelish narxi va sotuv narxi 30 ming so'm. Bunda erkin narxdan foydalanmaymiz, chunki bizda har bir mahsulot o'z qoldig'i bilan ishlaydi va qoldig'ini yozamiz. Masalan, 10 ta bor. Undan so'ng xohlasak agar qo'shimcha xususiyatlar, brend nomi, yetkazib beruvchilarimiz yoki ma'lum bir turkumligini yozib qo'ysak yoki qo'shib qo'yishimiz mumkin. Oxirida saqlash tugmasini bosamiz va bizda ko'rib turganimizdek yangi mahsulot yaratiladi. Eslatib o'taman, har bir mahsulot yoki xizmatga siz bemalol fotosuratni yuklashingiz mumkin. Xohlasangiz galeriyadan, xohlasak to'g'ridan-to'g'ri rasmga olib. Umumiy hisobda tovar ro'yxati shu yerda ko'rinadi. Biz shu yer o'zida faol yoki faol emas bo'lgan tovarlarimizni ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari tepada statistikasini ham ko'ra olamiz. Umumiy necha xil tovarimiz bor, sanog'i bo'yicha nechta, kelish narxi bo'yicha necha pullik va sotuv narxi bo'yicha necha pullik mahsulotimiz borligini shu yerning o'zida ko'rish imkoniyatimiz bo'ladi. Katalogga xohlagan payt qaytib, biz real vaqtda tovarlarning sanog'ini va umumiy statistikasini ko'rish imkoniyatimiz bo'ladi.